Aziz vatandoshlar, hurmatli yurtdoshlarimiz, odamning immunitet tanqisligi virusi keltirib chiqaradigan kasallik OIV infeksiyasi to'g'risidagi xabarsizligimiz, uning yuqish yo'llari, undan qanday himoyalanishimiz kerakligi to'g'risidagi bilimsizligimiz ushbu kasallikning bizga yuqishiga olib keladi. Chunki Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, har yili 1,5 millionga yaqin shaxs, har kuni esa 4110 tadan ortiq insonga ushbu kasallik yuqib qoladi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan sohaga ko'rsatilayotgan katta e'tibor va chiqarilayotgan bir qancha qaror va farmonlar asosida viloyat hokimligi tashabbusi bilan markazimizga mobil laboratoriya sovg'a sifatida taqdim qilindi. OIV infeksiyasiga maslahat va bepul tekshiruvlarni amalga oshirish uchun mo'ljallangan mobil laboratoriya aholi orasida OIV bo'yicha tibbiy xabardorlikni oshirish va kasallikni erta aniqlashga xizmat qiladi. OIV infeksiyasi odamdan odamga 3 xil yo'l bilan yuqishi. Birinchisi parenteral, ikkinchisi vertikal va uchinchisi betartib jinsiy munosabatlarga kirishgan. OIV infeksiyasining dastlabki bosqichlarida hech qanday alomatlari kuzatilmasligi. Shuning uchun test topshirib turishlari juda muhim. Begona kishilarning shaxsiy gigiyena vositalaridan foydalanmang. Qon bilan muloqotga kirishdan ehtiyot bo'ling. Ushbu ma'lumotlarni boshqalarga ham ulashing, balkim kimnidir hayotini saqlab qolarsiz.